TBC bankdan 50 ming so'm olish uchun birinchi navbatda Play Marketga kiriladi va TBC.uz ilovasi yuklanadi. Ushbu ilovada oldin ro'yxatdan o'tilgan bo'lsa, akkauntga kiriladi. Agar ro'yxatdan o'tilmagan bo'lsa, telefon raqami kiritilib, ro'yxatdan o'tiladi va pasport raqam, tug'ilgan sana, oy, yil kiritilib, yuzini skanerlash orqali verifikatsiyadan o'tiladi. Verifikatsiyadan o'tgandan so'ng ilova ochiladi. Ilovani o'ng tomon eng yuqori qismida salom yozuvi yoki ilovaning eng past qismida do'stlar bo'limiga kiriladi va u yerda kodni kiritish tugmasi bosiladi va ekranda ko'rib turilgan kod kiritiladi. Kod kiritilgandan so'ng sirazi salom kart oching va 50 ming so'm oling yozuvi ko'rinadi. Ushbu yozuvning ustiga bosiladi. Bosilgandan so'ng karta zakaz qilinadi. Demak, 50 ming olish uchun eng avvalo birinchi shart promo kodni kiritish, ikkinchi shart kartani qo'lga olgandan so'ng birinchi to'lovni amalga oshirish, ya'ni karta balansini 1000 so'm, masalan 1000 so'mga to'ldirib, 500 so'mini TBC.uz ilovasida telefon raqamiga paynet qilinadi va shunda yangi kartaga 50 ming so'm pul mablag'i tushadi.